Toshkent viloyatidagi yosh ijodkorlar diqqatiga. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tashabbusi bilan Toshkent viloyati bo'linmasi yoshlarimiz qalbiga vatanga sadoqat va milliy g'urur kabi ezgu tuyg'ularni singdirish, san'at sohasidagi iste'dodli yoshlarni kashf etish maqsadida Filarmoniya yosh ijodkorlari respublika ko'rik tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda ishtirokchilar vatan haqidagi estrada, vokal, baxshichilik, musiqiy sayqallangan eski qo'shiqlarni jonli ijroda kuylashlari lozim. Tanlov 17 yoshdan 30 yosh toifasida bo'lib o'tadi. Tanlov g'oliblari viloyat bosqichida diplom va esdalik sovg'alari bilan, respublika bosqichida esa birinchi o'rin 15 million, ikkinchi o'rin 10 million, uchinchi o'rin 5 million pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Tanlovning Toshkent viloyati bosqichi 17 fevral kuni Nurafshon shahridagi Tong madaniyat markazi konsert zalida bo'lib o'tadi. Boshlanish vaqti soat 10:00 da. Barcha yoshlarni ko'rik tanlovida faol ishtirok etishga taklif etamiz.